Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salom internetga chiqib ketibsiz-ku. Oling. Olsin. Sertifikat bilan moslamani biz qiyoslab tekshirib ko'rmoqchimiz. Hamma raqamlari bilan mos keladimi, yo'qmi? Uni o'chirib ko'rsatish shart emas, tagidan ko'rib olsak bo'ladi. Yo'q, sizdan ko'ramiz, aka. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga asosan hujjatingiz ko'rsatadi. Xo'p, amal qilish muddati tak. Shaxsiy ID 01 507 boshli o'rinbosari Shermatov 2809. Bo'pti. Moslamani sertifikati bilan tanishib olaylik. Istalgan noqonuniy jarimalarni sud tartibida bekor qilsa bo'ladi. Faqatgina qonuniy jarima botiga murojaat qilishlarini tavsiya beraman. Qayrilib olish hududi ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerdan 30 metr ham o'tmagan. Ya'ni yo'l harakati qoidalari bo'yicha, amaldagi yo'l harakati qoidalari bo'yicha qayrilib oladigan joylarga 30 metr yetmasdan yoki 30 metr o'tib to'xtash kerak bo'ladi. Hozir bu bo'yicha ham aniqlik kiritamiz. Bo'ldi, moslamani tekshirib ko'raylik biz aka. Nimaga boramiz? Qayerga boramiz? Sizni boshqarmaga borsangiz. Keyin vaqt ortga qanday qaytaramiz? Bizda o'rtada portal yo'q, vaqt ortga qaytarish uchun. Qaytarasiz. Qaytarib bo'lmaydi aka. Bizda portal yo'q qaytarish uchun olmayman. Aka, men gapim tugatganim yo'q. Meniki tugadi. Men tugatganim yo'q deyapman. Men tugatganim yo'q deyapman sizga. Shunaqa noqonuniy ishlayverasizlarmi sizlar? Mana ko'rdinglar? Ichki ishlar xodimi oxirigacha qonunni gaplasha olmasdan oynasini yopib qo'ydi. Mana oxirigacha gaplashib xohlamadi. Ana shunaqa istalgan multiradarlar bekor qilsanglar bo'ladi, faqatgina qonuniy jarima botiga murojaat qilishlarini tavsiya beraman.